Homiladorlik paytida venalarga qanday yordam berish mumkin? Homiladorlik bu venoz tizimiga juda ham yuqori yuk tushadigan davr. Qon hajmi ortadi, o'sib borayotgan bosqichdan esa kichik tos venalarni siqib boradi. Gormonlar esa qon tomir devorlarini bo'shashtiradi. Bu esa shish, og'irlik va varikoz paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu davrda nima qilish muhim? Birinchisi, ko'proq harakat qilish. Yurish mushak nasosini faollashtiradi va qonni yurakka tezroq harakatlanishini ta'minlab beradi. Ikkinchisi, uzoq vaqt o'tirmaslik va turib qolmaslik. Agar ko'p o'tirish kerak bo'lib qolsa, vaqti-vaqti bilan o'rnidan turib harakat qilib turish kerak. Uchinchisi, oyoqlarni kunning oxirida ko'tarib yotish. Bu venoz tizimida bosimni pasayishiga va shishlarni kamayishiga yordam beradi. To'rtinchisi va eng asosiysi bu kompression trikotaj kiyish. Bu vena qon tomirlarining ichida qonni harakatini tezlashtirib, qon aylanishini yaxshilaydi. Va esdan chiqarmang, zarur holatlarda flebolik ko'rigiga borish va muhim narsa, agar varikoz bo'lsa, homiladorlikdan oldin davolash kerak. Venalaringizni asrang, ayniqsa bunday muhim davrda.